أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. Namazın vakti dairesi içinde ilgiri ve keyin o'qish afzal bo'lgan chog'larni bayon qilib keldi. Yawmul g'aymi havo tutuq kunlar, bulut kunlar. Shunday kunlarda bomdodni kechiktirish, peshinni kechiktirish, shomni kechiktirish mustahab deydi. Asrni sal burroq o'qish. Yani bir mezhepte adetki normal ahval asrni kechiktirish mustahab emasmi? Havo tutuq kunlarda asrni burroq o'qish mustahab, xuftanni burroq o'qish mustahab deydi. Bir-birlab bayon qilsak, ammal fajru falima rawayna, bomdodni nima uchun kechiktirmaysa, biz rivoyat qilgan asfiru bil fajr yoki nawwiru bil fajr degandek rivoyatlarga asosan. Va amma zuhru peshimcho desa, fali alla taqa'a qabla az-zawal, kun qayrilishdan burun, ya'ni o'zining vaqti kirishdan burun o'qilib qolmaslik uchun. Va amma al-maghribu sham kelsak, fali alla taqa'a qabla al-ghurub, kun patmagan holat bo'lsin, lekin havo tutib bo'lg'achqa qorong'ulab ketib, kun petib ketgandek ko'rinib qilib burun o'qib solmasligimiz uchun. Va amma ta'jilul asr, nima uchun asrni burroq o'qiymiz desa, fali alla taqa'a fil vaqtil makruh, uni kechiktiramiz deb keyin makruh bo'lib qolgan kun sarg'aygan chog'lar bor odatda. Shu chog'larga qadar kechiktirib qolsak makruh holatga berib qolganligimiz uchun burunlam o'qilish afzal. Va amma al-asha'u fali alla yuaddi ila taqlil al-jama'a bimaji' al-matar wa al-thalj. Yani xuftanni nima uchun burroq o'qiymiz desa, yomg'ir yo qor yog'ib qolib jamoat ozlab ketmaslik uchun xuftanning dastlabki vaqti kirishi bilan gachib o'qiymiz deydi. Faslun, endi bu namoz o'qish makruh bo'lgan yoki namoz o'qish cheklangan soatlar, vaqtlar. La tajuzu as-salatu wa sajdatu at-tilawati wa salatu al-janazati 'inda tulu'i ash-shamsi wa zawaliha wa ghurubiha. Mush vaqtda namoz, tilovat secdesi ve cenaze namazı caiz olmaydı öyleydi. O'qish bo'lmaydi. 'Inda tulu'i ash-shams, birinci vakit kun chiqayotgan, shunda ko'tarilayotgan mushaqlar. Neyz bo'yi ko'tarilganga qadar deymiz. İkinci vaqt va zavaliha. Zaval degan so'z, zala degan unda qayrildi ya o'rindan o'tkazdi degan ma'noda. Lekin zavalninki 3 xil ma'nosi bor. Zaval degan so'zning. Biz yuqorida peshinning dastlabki vaqtida indama zalat shams dedik. Kun qiysaganda, kun qayrilgan chog'da peshinning vaqti kirdi dedik. Bu birinci ma'nosi. Ya'ni osmonning shu o'ttirda turib, shunda qayrilgan ekan zaval bo'ldi. Kunning qayrilishi, qiysiyishi. İkinci ma'nosi tiklishni ko'rsatadi. Yani mishalki hozir va zavaliha degan so'zdan maqsad kun tiklashgan chog'. Bu nimadan kelgan bu zaval? Bu zala zillu an makanihi yoki zala nahar degan ma'noda. Ya'ni tiklashdi, matrabdan, yani kun chiqishdan shunda yutkilib tiklashdi degan ma'noda. Yoki soya, bir narsaning soyasi tiklashgan chog'da asos soya tushmaydi-ku. Shuni zaval deydi. Yani soya yo'qolgan chog' desak, bu zaval degan. Kun tiklashgan chog'. Endi uchinchi ma'nosi kun oxirlashgan chog'. Asrdan keyin kun petishdan burungi chog'ni zaval deymiz. Yani soya yo'qolib ketgan chog'. Bir narsaning soya tushmaydigan
Aftab yo'qolgan chog'i uyg'urchani zaval vaqtida uxlasa bo'lmaydi degan gap bor. Zavalda uxlasa bo'lmaydi deganda. Shu chog'ni demoqchi. Bu endi zalim nahar degandan kelgan ma'no. Kunduzi asosan o'tkaldi, kunduzi chiqib qopti degan ma'nodagi zaval bor. 3-ma'nosi. Bundan keyin zavalning 3 ma'nosi bor dedik. Biri kunning qayrilishi, yana biri hozir shu kun tiklashgan chog', namoz o'qish shekillangan chog', yana birisi kun petishdan ilgiriki soy degan narsa yo'qolib ketgan chog'. Hozir misharam la tajuzu solat dedi. Namoz joiz bo'lmaydi. Yoki namoz o'qisa ba'zi namozni bo'ldi, makruhlik bilan ado etadi yoki harom ishni qilish bilan billa namozi to'g'ri bo'ldi deyish mumkin. Yoki la tajuzu solat, ya'ni nafl olsun, farz olsun, mushu chog'dan ilgari farz bo'lgan namozni o'qsam bo'lmaydi demak. Nafl namoz o'qsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ya'ni farz olsun, nafl olsun bo'lmaydi demak. Masalan, bir odam peshin namozini o'qimadi. Asrdan keyin shu kun patayda qolib peshin namoz o'qimagan eslik qolgan bo'lsa, shu vaqt o'qib bo'lmaydi demaysizmi? Bo'lmaydi demak. Unda peshin qachon o'qimagan? Lekin asr o'qib bo'lgan. Asr o'qib bo'lgan. Unda bo'lsa, mushu qarashga asosan shamdan keyin o'qiydi. Yani şam vakti kirib bo'lgandan keyin shom namozini o'qib, Sham namozi o'qilib, undan keyin peshin o'qiydi. Mesela tek bir çıkış alıp okumasın bulmamda. Buldu. Şamdan farzını okuştan burun okuvasın buldu. Ama peşine salat da benim kendime salat-ı cenaze muhtalatma şey çirkezmez. Bu ayrım. Kirmaydi. Çünkü ona namaz desek ruku secde yok. Ruku secde olmalıyken bu adetlik namaz katarına ve çivilgili olmaydı. Lakin namaz bulması namaz. Namaz da atıldı. Daha ki bunu ayrım bir dep koymuş olmaydı. Bundan keyin shu vaqtdan burun kishiga vojib bo'lgan namoz bo'lsa, shu vaqtda uzullab o'qisa bo'lmaydi. Lekin asrni kelarki batda asrni istisno qiladi bundan. Vaqti o'tib ketgan namozi bo'lsa, uni shu vaqtda o'qisa bo'lmaydi. Sahih Buxoriyda hadisda la tataharraw bi salatikum tulu'a şemsin ve la ghurubiha deb kelgan. Ya'ni namozonni dal ash kun chiqayotgan ya kun petayotgan chaq udullab turib o'qimanglar. Udullab o'qimada, lekin shu chaqmasa asrda o'qimay, kun petish oz qoldi-ku. Asrning vaqti bormi? Bor. Shu chaqda oldirablam o'qisak, bir rakat o'qilasak, asrning vaqtida o'qigan bo'lmas. Lekin ata aytanında şu namazını okumay qasdan dal şu kun chiqayotgan, kun petayotgan chaqqa udullab o'qsam bo'lmaydi degan ma'noda. Endi bu yerda Hanifiy mazhabda vaqti o'tib ketgan namozni kun chiqayotgan, tiklashgan va petayotgan chaqda o'qsam bo'lmaydi deydi. Nafl namozda shunday. Lekin oxirgi vaqtida shu chaqda vojib bo'lgan namoz uchun, masalan, asr kun petishdan 10 minut 15 minut ilgari shu chaqda biz o'qishga fursat bo'ldi masalan. Shu chaqda o'qiydik ya shunda kechki shu yerga berib qoldik. Shu chaqda o'qiymiz desak, tamom bo'ldi. Chataq yo'q. Ammo undan boshqa vaqti o'tgan namoz bo'lsa, dal shu kun chiqayotgan, tiklashgan va petayotgan chaqqa udullab o'qima demakchi. İhtiyari nafl namazın şunda. Ondan muşama çelişlik yana. Şu ahirki vaqtlarda yoki shunda cheklangan chaqlarga udul kelib o'g'inib qolgan bo'lsa, shu chaqda o'qisa bo'ldi. Chunki hadisda man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Davomike bu bir kamchilik qilgan. Ya özürlük bo'lib qolgan chaq ruxsat qilindi. Lekin qasdan o'tirib, dal shu chaq udullab o'qimaysa demak. Davomike vaqt o'tib ketgan. Masalan, tulu'a shams, bunda vaqt o'tib ketdi, shundami? O'tib ketsa kun chiqayotgan chaqqa udullab neyz bo'yi ko'tarilganga qadar shu chaqda o'qimaymiz. Neyz bo'yi ko'tarilib bo'lgandan keyin undan qazosini qilamiz. Yana shu bandatni kun dal tiklashgan chaqda o'qimaymiz.
saat 10-11'gacha o'qimay, qazosini olsun. Ani ya peşindeki o'qimay, dal aşu vaqtda qolmaganda tiklashgancha udullab o'qsam bo'lmaydi. Va g'urubiha kun patqancha, mesela shu bandadni o'qimabdi keyin hech qachon o'qimay, dal aşu kun patayotgancha o'qsa bo'lmaydi. Lekin shu asr vaqt bo'lib qolishi ruxsat. Chunki hadisda men adraka rak'atan qabla an taghrib ash-shams faqat adraka as-salat keldi. Yani bu zaman şu kunning asrini chiqarib o'tadi. Suyganning asri bo'lib qolsa, yo'q endi bo'lmaydi dedi. Yani bir so'z kechikib turibsa, kechiktirgandan uni kechiktirdim. Dal shu cheklangan vaqt udullab o'qimaydi demoqchi. لحديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. Şu vaqtda bizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qishdan, meyitlarimizni dafn qilishdan to'sgan. Anda tulu'u ash-shams hatta tartafi'a kun chiqqan chog'dan tortib ko'tarilganga qadar, neyz bo'yi ko'tarilganga qadar deymiz. Bu kun chiqishdan tortib 20 minut vaqtni o'z ichiga oladi. Va inda zawaliha hatta tazul. Mana va inda zawaliha hatta tazul. Ya'ni zawal degan birinchi so'z bilan hatta tazul degan ikkisi ish qilmani keladi. Kun tiklashgan chog'dan tortib qiysayganga qadar va hina tadayyafu lil-ghurubi hatta taghruba. Yana kun petishga mayl bo'lgan chog'lar. Kun petish uchun shunda to'lgan chog'lar. Tadayyafa yani tafa'ala. Asli tatadayyafa. Lekin hadisning rivoyatida birinchi ta ilib tashlanib ketib, hazf qilinib ketib, shunda yengillik rivoyat qilingan. Dafa yadifani ma'la degan ma'noda shu mehmonni dayf deydi. Nima uchun esa uyning egasiga sahibxonga shu mayli o'g'indek bir ish bo'lgan. Mush uch vaqtda والمراد بقوله قال عقبة بن عامر الجهني أن نقبر degan mush so'zdan yani qabrga qo'yish degan ma'noda aslida salatul janoza qabrga qo'yish emas meyitning namozini tushirish maqsad qilindi deydi. Bu hadisning zohiridan mush uch vaqtda yerlikni qo'yish makruh bo'ldi deymizmi xudo. Ya'ni munozatda yo'q namozini tushirish deb ta'bir qildi. Namozini tushirish yer qo'yilganda. Ha, shuni ta'bir qilgan bo'lsa kerak. Yani ya kinoya bor demoqchi. Nima uchun desa, yerlikni qo'yish bilan namozini tushirish shunda chetishlik bo'lg'achqa maqsad shu demoqchi. Abdullah ibn Mubarak bu hadisni rivoyat qilgan chog'da naqbura fihinna mautana degan ya'ni as-salah deb izohlagan. Onamızda mesela asrdan burun namazını tushirib qo'yib, namazı asr o'qigan bo'lsa, andan keyin yerga qo'yib asr bo'lardi. Ha, bo'ldi. Masjidni tozalaydigan bir ayol bo'lib, qari bir ayol. Bu ayol kechida uxlab qolgan chog'da sahobalar bir namozini shu yerga qo'yib o'tgan. O'tgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali masjidni tozalaydigan kishi nima bo'ldi degandan keyin kechida kirib ketib biz uni bearam qilmaydi deb yerlikka qo'yatdik degandan keyin qabristona deb qabrisiga berib qabrga yerlikni qo'ylab bo'lgan shu ayolning namozini qabrdan oldida turib tushirgan. Shunda kechida yerlikka qo'yilganligi aniq bo'ldi. Yana Abu Bakr vafot bo'lgan chog'da kechida yerlikka qo'yilgan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'yda namozini tushirgan yani kechida bo'lmas uchunmi yoki ashalarning birati azizlik. Yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashalarga bir mag'firat tilab, Allohga ko'ngil bo'lganlikdan birinchidan ko'ngil bo'lganligi, ikkinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zining shunday kamtarligi, uchinchidan shu qabrga qo'yilib bo'lgan ahvoldimi meyitning yaqinlari, tuqqanlari emaslar. Hijrat safarda bo'lsa 2-3 kundan keyin kelishi mumkin bo'ladi. Kelgan ahvolda qabrda qo'yilib bo'lgan bo'lsa-mu namozini tushirish bo'ldi degan hukmni bayon qilish uchun.
Bundan ekan, yani Hazreti Abu Bakr keçide yerligini koyaldı, aşağı yanını keçide yerligini koydu. Bundan ekan, Hanefi mazhab belki keçide yerlik koyuşning o'zi cheklanmaydi. Biya cheklangini namozing tushirish bo'lish kerak degan bo'lsa. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى Şu vaktların içinde başka vaktlardan evzeldirek bir vakt var mı? Kâle cevful leylil ahiri afdal. Keçinin ahir kısmı evzel. Cevf diyince keçinin işin. فَاِنَّهَا مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ. Çünkü o Allah Teala ibadetlerini kabul kıldığı bir peyt. Ta ki tan atman kadar. Muş rivayet hazır. İmam Ahmed'in rivayeti. Şunda mutakabbala. فَاِنَّهَا mutakabbala ki فَاِنَّهَا meşhudatun mutakabbala. Rahmet perişteleri hazır bulduğun. Yani Allah Teala müzzimin uçuşduğun. Allah Teala kabul kıldığın. Hel min mustagfirin fe'agfira lahu diyendek. Şunda peyt boğaçka keçinin ahirde kısmı şu. Yani ahirde üçten biri deyimiz. Şu ahirde 3 ya 4 saat. ثُمَّ انْتَهِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ. Andın intihar edigen buldukları. İşte okuma andın. Ta ki gün çıktan kadar namaz okuma. وَمَا دَامَتْ كَالْجُحْفَةِ كَالْجُحْفَة'dan anlaşılır. كَالْجُحْفَةِ Cuhfe diyen kalkan. Demek aslında cümle biz küreyledik. Aslında halette boğazılan namaz okumayı tuttuğun. Femsik diyen bulduk tuttu. Okumayı tuttuğun. Hatta tüşrek. Ravuz nur çeçip akargan kadar. Yani müşahede neyiz boyu kötürelgen kadar diyen ben şu. Yani 20 minut ötkenki kadar. فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ. Çünkü o, yani kuyaş çıkan çağda şeytanın işte mumuzu arlı kılışkıdı. وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Şu çağda kafirler, yani kuyaş ibadet kıldığında kuyaşta secde kılıdı. Secde kılınızda şeytan mumuzunu udulap tuğan boğaçka şeytanımı secde kılıdı. Yescide lahar kafirlar mı şeytanlar secde kılıyor? Kuyaşka diyen bekir ekan. Çünkü kuyaşka ibadet kıldığında şu çağda gün çıkan çağda secde kıldı. Şu vakti secde kıldı. Biri gün çıkıvatkan çağda secde kıldı. Nemi şöyle dese kuyaş biz köründürüp salam veriş için, karşı ediş için secde kıldı. İkincisi gün tikleşken çağda secde kıldı. Nemi şöyle dese onu en yukarı palli kötüreldi, en ulu altı diyen mende aynı secde kıldı. Üçüncü vakti gün kıtıvatkan çağda vedaliş için secde kıldı. Kuyaş ibadet kılıyor, şu çağı secde kılan boğaçka şeytan, mesela biz karısak kuyaş bir de körünüp durdan secde kıldığında secde kılaydıysa şeytan kuyaş mumuzun oturup kıldığın bir de köründüğün şekilde aynı tur olduğu da oturur. Ayrıca o jirak nası olanı ilk kişi köründü o. Mesela kanlı mumuzun oturup ağıldı o yani alkanın ağıldı da körünüyor. Şu olsa şimdi şeytan bir xil halatda turib, hech kim o'zining o'ttirda quyosh ko'rinadigan shaklda turib oldi ekanda. Turib olgan ekan, bu sajda qilsa, amaliyotda quyosh sajda qilyotdi. Lekin bu turib olgan ekan, ammo mana sajda qilyotdi. Holatda turib oldi. Turib olgan ekan, sajda qilgan quyoshga ibodat qilgan kofirlarga o'xshab qolmaslik uchun bu chog'da namoz o'qimalar degan. Bazı kişiler mesela kuyaşın çıkışını görmezse de kıyafetleri sabahına çok sıkılıp kuyaşın görüşüm şundan yapılmasın. Yakın yerine şuna kuyaşın bakmak olup bilgenler kişilerin koymakla kuyaşın çıkışına gösterip şuna aşağıda huzuruna bir ahmalar var ki bazı kişiler şuna koymakla olsun mutlu aşağıda ibadet kıldı Allah. İbadet kıldı Allah o aşırı kafirlandı. Biz şunu okşap olması için anlatırız otimiz. Bunun da başkalar quyoshning chiqqanini, patqanini, manzilni ko'rmasdi demaydi.
Yani çünkü inne şemse vel kamar ayeten min ayatillah. Allah'ın kemal kudretini dalalet kılgan bir ispat. Yani şu ispatlarını görüp Allah Teala'nın kudretinin çeksizliklerini his kılış için göz buludu. ثم صل فإنها مشهودة متقبلة حتى يقوم العمود على ظله. Andan neyz boyu kötürelgenden keyin namaz oku. Çaşga okunsa, mesela nebde okunsa okugan. فإنها مشهودة متقبلة. Şu çağda okulgan namaz mı? Aşında rahmet perişteleri kilip tarap durduğun, Allah Teala kabul kıldıgan çağ aşımı. Ta ki hatta yakumal amudu ala zille. Gün tükleşken kadar demek. Amud diyen bir xada mesela. Xada özün sayesini igellep dursa, sahip düşmey dursa demek. Yani sahip düşmeydiğin şekilde gün tükleşken çatı kadar namaz okusan okugan. Sımmantahi, tükleşken çağda toxta. Yani buldu kal. فَاِنَّهَا سَاعَةٌ تُسْجَرُ فِيهَا الْجَحِيمِ. Çünkü aşı saat küntükleşken çağ olsa bu dozak kızıtıldığın çağdır. Tusjaru. Secer diyen bu mesela biz tunu kızıtıldığı o tutaştırılıp kaza kızıtıldığın çağ. ثُمَّ صَلِّ اِذَا زَالَتْ اِلَى الْعَصْرِ. Andın gün kayrılğandan keyin namaz okunan. Peşim okuyamaz mesela. Ve onun başına okusak buldum. İza zalat yani kayrılğan çağda, kıysayğan çağda namaz okudum. Ta ki esirge kadar. Esir bolğandan ki esirini okup buldu kaldı demek. Thumma intahi. Fa innaha taghibu bayna qarnay şeytanın. Çünkü o patkan çağda yani şu şeytan aslında kuyaş çıkımımızın arlıqda göründüğün şekilde turvalıdı. Turvalıdan ki şu çıkımımızın otturdu patkandek patıdı. Ve yescudu lahal kuffar. Kuyaş ibadet kılan kafirler şu çağda Hudasıyla vidalış için secde kılıdı. Müşahedesi rivayet kılgan Amr ibn Abasa radıyallahu anhu Resulullah Mekke'deki İslam'ın destekli vaxtida Mekke'ye kirip Resulullah'ın daveti bilen Müslüman bolğan. Müslüman bolğan çağda Resulullah sen özünün diyarı verip İslam'ın kişinin kütüp doğayan dep yolu silvetken. Keyingi çağlarda Medine'ye kirip Resulullah'ın aldı kirip men tunulma deyen çağda men tunudum dep ondan keyin İslam ahkamlarini soğan çağda bir-birine bayan qilib bergan. Bu hadisda şu Resulullah'dan şu so'rab nima qilgan çağda so'zlab bergan hadis. Şoňa bu sahaba men İslamning to'rtdan biri degan, ana rubul İslam degan. Çünkü Resulullah'ın teşribiri iman etken çağda sizler bilen qancha kishi musulmon bo'ldi, sizga qancha kishi ergashdi desa Rasulullah hurrun abdun degan. Bir hur, bir qul ergashdi mana degan. Yani Abu Bakr bilan Bilal demakchi. Yani bu ikkilan ergashdi degan bo'lsa, bu şeylan Rasulullah bilan to'rtaylan erkishini solsak to'rtaylanda shu chaqda to'rtla musulmon bo'lsa shu to'rtaylanning biri demakchi. Ana rubul İslam degan. Qala illa asra yawmihi 'inda al-ghurub. Namaz o'qish shaklida dedi, kun ketayotgan chaqda. Lekin bu burunqi o'tib ketgan vaqtdagi namozlar bo'lib qolsa, yoki nafl namoz bo'lsa cheklanadigan. Lekin shu kunninki asr namozini o'qiyolmay, kun patay deb qolgan chaqda o'qigan bo'lsa, u chaqda cheklanmaydi. لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت. Sebep diyenler ötkenki derste şu vakti kirgen çağırdık ama sebebul vücub diyenler şu. Kaça vacip bulduysa şu adam şu namazın vakti çıkartmıyor ki oku diyen çağda geldiğini vacip buldu değmez diyen. Yani vakti kirgenden kim şu okugan çağının sebebi dedik. Ondan iken çünkü diğer sebep yani vacip bulunan sebep baş vaktin işlediki dal şu adam namaz okuyup tuğan çağ şu değil. Yani şu vaktin içinde, mesela 2 saatin içinde şu adam namazını okuyduğun çağ şu sebebitte dedik dedi. Bundan ki gün patmağanla bolsa, okusa bu vakti okulan namaz oldu, çeklenmeden. Kema beyyana biz yukarıda bayan kılgan okşay.
faqat addaha kama wajabat. Lakin şu vacib bo'lgan chaqda o'qigan bo'ldi, hech qanday bir chataqishtimidi bu deydi. Wa qala sallallohu alayhi vasallam man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shamsu faqad adrakaha. Bu seyyidisimi ona asrdan bir rekatni o'qib olsa, kun petishdan burun vaqtli o'qib olgan bo'ldi dedi. Qala wa la yutanaffalu ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shamsu. Endi bu asli bu vaqt o'zi cheklangan vaqt emas. Vaqtda masala yo'q. Lekin boshqa bir sabab tufaylidan namoz o'qishni cheklaydigan vaqt demakchi. Ilgirkisi vaqtning o'zida kashilyapti. Shu chaqda ajna shaytonning turib oldigan bir chaqdi. Shuni cheklagan. Ma'noda yo'q, vaqtning o'zida kashil yo'q, lekin boshqa bir tarafdan bo'lmaydigan tarafi bo'lg'achqa, boshqa bir sababdan nafl o'qish bo'lmaydi dedi. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس. Bamdatda azan to'ldi shunami? Bamdatni o'qidik. Bamdan o'qib bo'lgandan keyin, masalan, taglis vaqtida, qarong'i vaqtda o'qigan bo'lsak, namoz bamdat namozi tugatgandan keyin kun chiqqaniga qadar, kun chiqish boshlanguniga qadar arliq bor. 20 minut bo'lishi mumkin, 15 minut bo'lishi mumkin, yarim soat bo'lishi mumkin. Bunda vaqt bo'lgan ekan, mushu vaqtda kun chiqqan chog'da namoz nafl o'qish sheklingan, o'chada o'qiy olmaydiganmi? Hozir bir to'rtga nafl o'qiy deb o'qisa bo'lamdi desa, ya, chunki shu sayyidisida tong atgandan keyin la salata ba'da al-fajr illa rak'atay al-fajr deb kelgan bo'lg'ash. Chekilgan o'qish bo'lg'ash. Bamdatdan farzini o'qimay, sunnatini o'qib, sunnatdan farzini o'qishdi. U bo'lmaydi. Uning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqqan orliqda undan namoz o'qimaydi. Undan namoz o'qimaydi. Hech bo'lmasa aqalli sunnat qiladi. Ham ashadis kim qiladi? La salata ba'da al-fajr illa rak'atay al-fajr. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس. Kun chiqqan qadar nafl o'qimaydi. Bamdatning shikirga sunnatini o'qidi, shikirga farzini o'qidi, bo'ldi. Wala ba'da al-asr hatta taghrub. Asrdan kimmi kun patgan qadar nafl o'qilmaydi. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. حديثة رسول الله مش iki vaqtda nafl o'qishdan to'sgan. Batni asliqar sanlar lafzuhu, yani Bukhari Müslim rivayet hadis. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إنك ويجوز أن يصلي في هذين الوقتين الفوائد. مش iki vaqtda vaqt ishkitib qolgan, ya'ni qazo namoz deymiz. Qazo namozlarni o'qisa bo'ladi deydi. Masalan, akşam xuftanni o'qiy olmay shunda o'tib ketgan deydi. Bamdan o'qidi, bamdan o'qigandan keyin orliqda vaqt bo'lsa kun chiqqan qadar xuftanning to'rtirkini o'qivasi bo'ldi demoqchi. Agar ma'lum bir kishi masalan masjidda jamoatlarda namoz o'qiydi, sunnat namozi o'qiyolar, shu jamoat namozi ulgurib qolgan bo'lsa, ishga ketadi. Uni o'qib qolgan keyin sunnat namozi o'qiladi. O'qisa bo'ldi. Çünkü Rasululloh shunda bamdatdan keyin ishga sunnat o'qiyotgan bir kishini ko'rib, bamdat to'rtirga to'lab qoldimi degan chog'da, bamdatning ishga sunnat o'qiyolmabdim, ya Rasululloh desa gap qilmadi. Vitr o'qish bo'lganda Buldu. Çünkü vitr bu Abu Hanifa'nın nazarında vacib. Yani bu favaiddir. Ve yescudu lit-tilava. Tilavet secdesi kılıdı o. Ve yescudu lit-tilava. Mesela şu çağda, şu bamdattin ki mesela oturup, bamdat namazı okuyup, gün çıkan kadar oturup Kur'an okuyup. Ayet-i secde okuyanken şu çağda secde kılıdı o dedi. Lakin bayatın ki, müşhasilinin başında la tecuzu salatu ve secde tilavet dedi o. Lakin şu vaqtda burun o'qib, undan keyin secde qilishni shu chaqqa kechiktirgan bo'lsa, secde qilmaydi degan. Lekin shu chaqda mesela shu vaqtni deylan misol qilib, tulu akşam kun chiqayotgan chaqda. Bamdatdan burun ya bamdatdan keyin kun chiqishdan burun secde tilovat o'qibdi. Ama
Shu chaqda kun chiqqan qadar sajda qilmay, keyin kun chiqqan chaqda qilman desa bo'lmaydi degan. Ya'ni bu ashu udullab turib, ataydan kechib turib sajda qilganda ahvol bo'ldi. Lekin shu chaqda o'qishimiz, kun chiqayotgan chaqda, dal tiklashgan chaqda, shu chaqda sajda oyat o'qigan bo'lsa, shu da sajda qilsa bo'ladi, lekin makruh. Buni kun nayz bo'yi ko'tarilib bo'lgandan kun qayrilgandan keyin qilsa bo'ladi deydi. Niyada kun chiqqan qadar bo'lgan ekan, kun chiqishimizsa hozir arliq bir azob bir vaqt bu. Yani o şeytanmı namazından o'qtirgan, o kafirni sajda qilgan vaqt emas. Chunki bu vaqt kirishdan burungi vaqt. Hatto tatlash shams degan. Bu chaqda sajda tilova qilsa bo'ladi deydi. Wala yusalli rak'atay tawaf. Tawaf qilgan chaqda tawafni qilib maqam Ibrohim kelib 2 rakat namoz o'qishibdi. Vattaxidu min maqami Ibrohim musalla dedi. Yunusda tavaf namazı olmaydı. Gün çıkışta vakti öyle kılsam. Yunus'un la salata ba'dal fajri illa rak'atay fajr degan bo'lg'achqa, bamdatdan keyin bamdana 2 rakatdan, ya 2 rakat sunnatdan 2 rakat farz, 4 rakatdan boshqa namoz o'qilmaydi degan bo'lg'achqa, rak'atay tavafni o'qilmaydi demoqchi. Mesela şu tavafı bir daha okuyup, eğer şu kişi mesela şu okuyup sefer kalan bu klasçı okuma gidiyor. Ya, sefer kalan bo'lsa, mush qarashga asosan gatsida aljo'manda fikirgan o'qimaylar. Chunki saqlab tursam, kunning mezbo'yi ko'tarilib, nima saqlab tursam, kesib qolamiz. Menyagandan keyin qachon mezbo'yi ko'tarilgan chaqda nada bo'lsa, shu baga yerda o'qildi. Rasulullohmi bir qatim shunda bamdatdan keyin tavob qilib, maqam Ibrohimda 2 rakat o'qilgan chaqda kun chiqishga boshlaganda bo'lib, undan bir yerga borgan chaqda shu chaqda o'qigan. Bu tavafdan 2 rakatning hukmini aytdi. Ba'zi sunna muakkada deyish mumkin. Imom Malik va Abu Hanifning qarashida vojib. Buni kechiktirdi dedi. Li'anna an-nahya lima'nan fi ghayrihi. Chunki bu yerda cheklash shu vaqtning o'zidagi bir qashiliga qarata deyilmagan. Vaqtning o'zida masala yo'q. Bamdan o'qisa bo'lgan chaq bo'lmish shu. Bamdanning vaqti. Lekin boshqa bir sababdan cheklangan. U baş sebep nimadan ibarat desa, va huwa shughlu yoki shag'lu desak bo'ldi. Shag'lu jami'al vaqti bil fard. Yani mush vaqtning o'zini Nunsen hammani, mesela mamnatning vaqti esa 20 soat ya 40 minut desak, mush vaqtning hammani farz bilan qasb qo'yish. U chaqda uningdan boshqa narsa o'qimaslar. Bu bir alaylik. Mashg'ul qilish, ishg'ol qilish desak bo'ladi. Savabul fard a'zam. Chunki farzning savobi katta. Endi Rasululloh shunda bamdatning 2 rakatidan boshqa namoz o'qimaysiz degan ekan. Bu bamdatga shunda bir xos alohida belgilangan vaqt ekan, undan boshqa namozni o'qishga bo'lmaydi ekan. Boshqa namoz o'qimoqchi bo'lsak, buni boshqada o'qisak bo'ldi ekan deb tushundim. Fala yadharu an-nahyu fi haqqi fardin misli. Bundan keyin bu shunda farzga munosabatlik alohida vaqt keldi. Endi shuning uchun qazo olib ketgan farz namozni o'qishni bo'ldi desa, chunki vaqt o'tib ketgan farz namoz bu. Bu shunda muhim. Zur namoz bo'lg'achqa, mushuni o'qsam bo'ldi deb ruxsat qildi. Undan boshqasini ruxsat qilmadi. Harakat tavafda ruxsat qilmadi. Nima uchun desa, bu farz emas, vojibdir. Ya'ni bu mazhabda bu bir daraj tuvar. Wa zahara fi rak'atay at-tawaf li'annahu dunahu. Nima uchun mana hozir dinga tushgan. Bu odam boshqa namoz o'qimayman deb to'sdi. To'sgan ekan, farz namoz bo'lib qolsa, bu chaqda to'sash darsi kirmaydi. Nima uchun bu muhim namoz. Buni qo'ldan basak bo'lmaydi. Yordamda saqt qilish lozim. Undan keyin bamdatning farzining vaqtida o'qisak mayli. Rak'atay tavafqa nima uchun ruxsat qildingiz desa, chunki bu undan tuvarrak bo'lg'achqa deydi. Ya'ni Hanifi mazhabning qarashida vojib. Boshqalarning qarashida sunna muakkada. Yana Hanifi mazhabda shada illa asra yawmihi ba'da al-ghurub dedi. Inda al-ghurub.
Kun petayotgan chaqda shu kuni asr namozini o'qivasi bo'ldi dedi. Bir rakat asrni o'qibdi, undan keyin kun petib ketsa hisob bo'ldi dedi. Lekin bomdod kelgan chaqda bomdodning bir rakatini o'qib bo'lib turishiga ikkinchi rakatga kun chiqib qolgan bo'lsa hisob emas deb turadi. Bu shu nima degan? Ham nima uchun desa, yana bir mazhabda. Chunki asrni o'qigandan keyin namoz o'qish cheklangan. Asrni o'qish o'zing vaqtida to'g'ri, o'zing vaqtida o'qish bir rakatni, ikkinchi rakat bu namoz o'qish cheklangan vaqt o'qiladi. Shomni vaqti kirib qoldi deymiz. Bu cheklangan vaqt emas. Bu birinchi rakatmi, ikkinchi rakatmi cheklangan vaqt o'qilmadi. Dal kun chiqish udullab qilsa, balki bu udullab qilganlikdan o'shakunta lekin birinchi rakat asrni vaqtida, ikkinchi rakat shomni vaqtida o'qildi. Ikkilisi farz namoz o'qilgan chaq. Bomdod cho'lsa, bomdodning birinchi rakat o'zing vaqtida o'qilgan bilan ikkinchi rakat kun chiqayotgan, ko'tarilayotgan, mezbo'y ko'tarilgan qadar arliq namoz cheklangan vaqtda. Shuna bomdodga unmaymiz, asrga unaymiz. Boshqalar bomdoddan shunday. Bir rakat o'qilsa hisob. Qala wala ba'da tulu'il fajr bi akthara min rak'atayil fajr. Hamda tang atqandan keyinmi bomdoddan ikki sunnatidan boshqa nafl o'qish bo'lmaydi. Mesela Allohu akbar deb azon chiqdi bomdoddan. Chiqqandan keyin xil vaqt bor. Jamoat namozi o'qishga qadar xil vaqt bo'lgan keyin shu arliqda 2 rakat, 4 rakat, 6 rakat namoz o'qilay desa bo'lmaydi. Faqat bomdoddan 2 rakat sunnatlar o'qiymiz. Wala qabla al-maghrib. Bomdoddan 2 rakat sunnatlar o'qiymiz desnama nima uchun? Chunki bunda aniq dalillar kelgan. La tusallu ba'da al-fajr illa sajdatayn. Bomdoddan keyin faqat 2 rakatlar o'qinglar. Bu Tirmizi, Abu Dawud rivoyat qilgan hadis. Albani sahih degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mesela İbn Abbas radhiyallohu anhu hammasi Maymunaning qisil qo'ngan chaqda kechida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qigan ahvolini kuzatgan. Shu chaqda namoz o'tirib 8 rakat o'qib keyin vitr o'qidi. Undan keyin azon to'lgandan keyin 2 rakat bomdodning sunnatini o'qidi. Yeni yetib judam aramalab ondan namozga chiqdi. Shu hadisda unda arliqda boshqa namoz o'qimaganligi aniq. Yani yengil 2 rakat o'qitdi deb kelgan. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn deb kelgan. Lekin İmam Shafi'i rahmatullohi alayhi tang atqandan keyinmi jamoat namozi o'qishga qadar nafl o'qish bo'ldi deb qaragan. Wala qabla al-maghrib shamdan burunmi nafl namoz o'qish bo'lmaydi. Yani bunu hukmi makruh hazır. Maliki mazhab bilan Hanafi mazhabda shamdan burun nafl o'qish makruh. Namoz cheklanmagan. Lekin hadisda shamni burun o'qish mustahab. La tazal ummati bi khayrin ma ajjalu al-maghrib aw ma lam yu'akhiru al-maghriba ila an tashtabika an-nujum. Deganda hadis bo'g'achqa Abu Dawud rivoyat qilgan va İbn Huzayma sahih degan. Shamdan burun nafl o'qisak, farzni kechiktirishga ilib bordi degan bo'g'achqa makruh degan. Shafi'i mazhabda shamdan ilgari 2 rakat o'qish sunna g'ayri muakkada. Hanbali mazhabda joiz. Bu sunnat ya sunna g'ayri muakkada deganning dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib deb 3-qatında liman sha'a degan. Xalqallohga yana kunna nusalli rak'atayn ba'da g'urub ash-shams deb keldi. Va kana nabiy sallallohu alayhi vasallam yarana va lam yanhana. Rasululloh bizni ko'rdi, to'smaydi. Yani bir hadiste kunna bil Madinati fa idza adana al-muazzin li salat al-maghrib tadaru as-sawari. Biz Madinada Şamga azan to'lgan chaqda jamoat shu turklarning oldiga borib, endi oldimizga kim o'tmasin deb turkka oldini qilib namoz o'qishga oldiraydi. 2 rakat namoz o'qiydi degan. Lekin hamda Hanafi mazhabning
qoidasi bo'yicha elib aytgan chog'da Hanafi mazhabda yoki Hanafi mazhabga amal qilgan mushuklarda azon o'qiladi. Azon o'qilgandan keyin takbir tushiradi. Aralıqda vaqt yo'q. Bu anda nafta o'qish bo'lmaydi degan qarash asos. Endi bunday bo'lgandan keyin biz ahvol qaraymiz. Agar shu jitki shu masjidda Allohu akbar deb azon to'lab bilan oqidan takbir tushirgan bo'lsa, biz shu jamoat bilan o'qigan fursat yo'q, namoz o'qimaymiz. Agar Misrdagidek Shamning azon bilan takbirning aralig'i 10 minut o'tkazgan bo'lsa, biz shu 10 minut aralig'da nafl o'qisak bo'ldi. Ya'ni bu nafl o'qish hozir Shamni kechiktirishga sabab bo'lmadi bichora. Shu hamon shu kechkidan bu. Hamon 10 minutlik o'qiydi. Davomlikan shu 10 minut aralig'da o'qisak bo'ldi. Masalan, bir adam uyda domla masjidda sunnat o'qib chiqdi. Masjid chiqib o'ran ishga masjid o'qimadi. Bu hamda adam shu gangrab qolgan masalaning birisi. Nima uchun? Rasululloh uyda ishga kirgan o'qiydi. Shunda hujrasidan chiqishiga takbir tushirdi. Ya takbir tushgandan keyin qachonda chiqdi, u masjidga kirib unda tahiyatul masjid o'qiydigan ish bo'lmaydi. Endi hadisda kirkat bomdatning sunnatidan boshqa namoz o'qishga bo'lmaydi degan ekan, namoz o'qsa bo'lmaydi degan gap chiqadi. Yana bir hadisda ida daxala ahadukum al-masjid falyarka rak'atayn degan tahiyatul masjid o'qisin degan ekan, ya tahiyatul masjid o'qish bilan namoz o'qima degan mush bomdatga mush ichkadis taqishib qoldi. Buni ham ulamolar yo'q, tahiyatul masjid o'qilmaydi deyish mumkin. Shafiy mazhabiga bu ma'lum bir sabab tayangan nafl o'qishga bo'ladi. Hatto mutlaq nafl bo'ldi dedi Shafiy mazhabida. Lekin ajna qarash o'xshash emas. Wala qabla salatul Eid. Eid namozidan ilgari nafl o'qishga bo'lmaydi dedi. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم namozga shunda ahamiyat bildirdigan, davomli namoz o'qib turgan turug'liq, Eid namozidan ilgari namoz o'qimagan dedi. Ham ko'pchilik olimlar Eid namozidan ilgari o'sha Eid gahda bo'lsin, masjidda bo'lsin, nafl o'qish bo'lmaydi, makruh deb qaraydi. Imom Shafiy bular dedi. Lekin xutba o'qiyotganda desa, Imom Shafiy xutba o'qiyotgan chog'da Eidning xutbasini keyin o'qiydi. Shu chog'da nafl o'qish bo'ldi deb qaraydi. Hamda nishada yana bir mushkil kelib chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Eid namozini Eidgahda o'qiydi. Eidgah deganimiz shaharning bir maydon, musalla, Eid namozini o'qiydigan bir maydon. Masjidda o'qimagan. Endi hozir masjidlarda o'qiydi. Bir tarafdan Eid namozidan ilgari namoz o'qish bo'lmaydi, namoz o'qimaydi Rasululloh degan bir cheklama bor. Bir tarafdan masjidga kirgan namoz o'qisin degan bir nima bor. Nahotki hozir hamda masjidga kirib Eid namoz o'qiymiz degan chog'da kirkat o'qish kerak bo'lsa, ba'zilar o'qiydi. Ba'zilar yo'q, Eid namozidan ilgari namoz o'qish yo'qda, namoz o'qimaysa. Aslida qoida bo'yicha shu Eidga chiqib, maydonga chiqib namoz o'qisa, bundan mushkul yo'q. Hozir qoida tushmaydigan bir ishni qilg'achqa bunda tashkil qilib chiqdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Eid namoziga chiqqan vaqtida Eid namozidan ilgari nafl o'qimagan. Wa fi thani ta'khir al-maghrib wa huwa makruh. Al-thani ay qabla al-maghrib degan ikkinchi masalada demakchi. Ya'ni Shamdan burun 2 rakat ya'ni boshqa nafl o'qib qolsak, Shamni kechiktirib kelib chiqadi deydi. Kechiktirib sharti makruh. Wala idha kharaja al-imam yawm al-jum'ah. Juma kuni imom so'zlash uchun minbarga chiqqan vaqtida namoz o'qish makruh. İmam sözden namoz o'qisa bo'lmaydi. Masjid o'qimaydi. Tayyib bo'lsa, endi namoz o'qimaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. Rasululloh bunda degan, imom chiqib qolsa, namozmi yo'q, gap so'zmi yo'q dedi. Lekin Shafiy mazhabida o'qisa bo'ldi. Juma xutbasi o'qilayotgan chog'da masjidga kirgan kishi shirkat tahiyatul masjid o'qiydi deydi. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه دستا
imom xutib so'zlayotgan chog'da masjid kelgan kishi yengil 2 rakat namoz o'qisin dedi. Lekin bu mazhabda bu ma'lum bir shaxs vaqaligini kelgan umumlikni bildirmaydi. Shu kishining alohida bir ahvolida shu kishining taqdiri va namrat yo'lida bo'lg'achqa aqlo 2 rakat namoz o'qi degandan keyin 2 rakat namoz o'qigancha xalqning o'rtog'ini ko'rib buni ahvolini namozdan keyin sadaqa qilganiga bu endi alohida bir ahvol. Ma Shafiy mazhabidagilar va boshqalar yo'q bu hadisning lafzi umum bo'lgan ekan u odamga xos emas deb qaraydi. Endi Hanafiy mazhab, Maliki mazhabda juma o'qilayotgan chog'da tayyat masjid o'qilmaydi. Buning dalili nima? Anna rajulan taqatta riqaban nasi va nabiy sallallohu alayhi vasallam yaxtub. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba o'qiyotgan chog'da bir kishining gadalaridan atlab safning oldiroq berishga mangul turgan ekan faqala lahu ijlis. O'tira dedi. Faqat adayta jamoatga azavatdan o'tta dedi. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan sahih hadis. Endi bu hadis Hanafiy mazhab bilan Maliki mazhab qanday dalil bo'ldi? Bu hadisda shu kishini 2 rakat namoz o'qishi buyurdimi? Buyurmadi. Agar endi o'qiydigan ish bo'lsa 2 rakat namoz o'qib joyingizda o'tira boshqa azavatdan deydi. O'tta deganlik namoz o'qima deganlik deydi. Xuddi mush vaqtdan namoz o'qishdan to'sqandek bir ahvol bo'ldi. Al-amr bi-shay'in nahyun 'an diddihi degan qoidaga asosan. Yani bir hadisda "İza qulta li sahibika ansit wal imam yaxtubu faqad lagawta." Qishni kishiga gap qilmay jim o'tirib angla xutbani desam, masalan bizdan paranglashayotgan yo telefon o'ynayotgan bir so'rab qolsa, jim o'tirib xutba angla deb qolsangmi, sen hozir behuda gap qilgan bo'lsa, ortiqcha, qiz bo'lmaydigan gapni qilgandek bo'lsa, lag'u degan shu ma'noda. Yakan ba'zi ulamolar deydi bu ilg'o, ya'ni amaldan qoldirish degan ma'noda. Ya'ni shunda gap qilib qolsam, juma namozini bekor qilayotgan bo'lsa degan ma'noda bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik olimlar shu ortiqcha gap qilgan bo'lsa, asli bu amr ma'ruf qildi, nahyan munkar. Endi bundan dalil keltirishi Hanafiy mazhabdan hozir munkardan to'sashnimi to'sdi. Gap qilmay o'tda, jim o'tda, quloq sirib angla degan gapni qilma dedi. Yomon ishdan to'sashdi shu. Amr ma'ruf nahyan munkarni hukmi etsa, shunda ishni ko'rgan chog'da vojibdir. Vojib bo'lgan ashunda ulug' bir ishni to'satadi. Ashuni qilma degandan keyin tahiyyat masjidning hukmi etsa mustahab ya mandubda ya sunnat deymiz. Yani keyin vojibni to'sayotgan chog'da uni qilmada bu mustahab ish albatta shaklida demakdir. Yani bu tahiyyatul masjid o'qilmaydiganligining dalillarini ko'rsatdik. Yani gap so'z qilmaslikning dalili chu desa, "İza qulta li sahibika ansit yawmal jum'a wal imam yaxtub faqad lagawta." Yani faqad laghita. Navaka mushadisda butun gap so'zni qilma. Hatta amr ma'ruf degan nahyan munkar so'zni qilmaysa, gap qilmaysa, zo'r gap qo'ysin qilmaysa degan bo'lg'achqa gap so'z qilishga bo'lmaydi. Ya'da wala kalam dedi-ku. Gap so'zni qilmaysa. Navadkin ushla atgan chog'da birisi shunda ishlarni diqqatini chechirgan, ya varang so'rab qildi, ya telefonni sayrit ovoz qildi, ya keyin odamlar paranglashib qildi. Buni qanday to'xtatamiz endi? Gap qilmasak bo'lmaydigan bo'lsa. Ba'zilar ishorat bilan debdi. Ba'zi eng qisqa so'z bilan deganday, ya ishorat bilan, jim deganday so'zlar bilan to'sidi debdi. Sen bu vaqtda gap qilishni mutlaq harom. Harom bo'ldi. Chunki o'sha yerda endi chekilgan bo'lg'achqa. Mesela ayollarımızla babamızla deb qolgan bo'lsa, babamizga bu zarur qolgan bo'lsa, uni maylaydi. Chunki uning chari yo'q, uning boshqa chari yo'q. Ma'lum ixtiyoriy ahvolda shunda gap so'z qilib bo'lmaydi demoqchi. Qala va la yajma'u bayna salatayn fi waqtin wahidin fi hadarin va la safarin. Bir vaqtda, bir namozning vaqtida ikki namozni jamlab o'qishga bo'lmaydi. Muqim bo'lsin, musafir bo'lsin. Yo'q, bu Muxtarning teksti.
Bunun delili liqavlihi ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hakikaten namaz müminlerge vaqti aniq farz qilingan dedi. Ay muaqqatan mawqutan deganni muaqqatan deb izoh qildi. Ya'ni vaqti belgilangan demoqchi. Oyatda allazina hum an salatihim sahun degan aytlashni namozning vaqti ketganga qadar kesib turdilar deb tafsir qilingan. Allazina hum an salatihim sahun dedi. Yani yuakhirunaha an vaqtiha demoqchi. Vaqti belgilangan, farz qilib bekitilgan, ham jamlab qolsak qanday bo'lmoqchi desa, jamlab qolgan ahvolda tag'yirul vaqt, belgilangan vaqtdan olib ketsa, o'zgartirsa. Bu umum ahvolda shunday. Lekin yani bir vaziyatda manda bir shaklda ruxsat qildi. Va yajuzul jam'u fi'lan la vaqta. Bir namozning vaqtida ikki namozni emas, shakli jihatdan jamlaganda ikki vaqt o'qisa bo'ldi. Biz o'tgan dedik-ku, asal soat 3 da asr bo'lgan bo'lsa, 3 ga 10 minut qolgan chaqda peshinni o'qib, peshinni o'qisa assalomu alaykum rahmatulloh deb turishiga. Asrga azon chiqsa, azonni anglatib bilan takbir tushirib, asrni o'qisa, bu jamlagandek bo'ldi. Lekin bir vaqt emas, ikki vaqtda. Mushunda qilsa bo'ldi. Bu endi jamlagan bo'lmay, shakli jihatdan ikki namozni aqaqda o'qigan bilan bu namoz ikki vaqtda o'qilgan bo'ldi deydi. Va huwa ta'wil ma ruya annahu sallallohu alayhi vasallam jama'a. Jamlab o'qidi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarning ta'vili shu, ya'ni izohati shu deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ana jamlab o'qiganlik haqida hadislar kelgan. Masalan, muqim holatda, safar qilmagan holatda shart turib jamlagan hadislardan Ibn Abbas radhiyallohu anhu dedi: "Jama'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayna az-zuhri wal asri wal maghribi wal isha'i bil Madina." Bil Madina degandan, endi bu keyingi vaqtlar İslamning dastlabki davri emas, dastlabki davr bo'lsa, Makkadagi chaqda jamlab chiqqan, keyin Madinaga kelgandan keyin unda jamlash yo'qdi, dildan bil Madina dedi. Min g'ayri xawfin wala matar. Yani adat normal ahvolda, qo'rqinch ahvolim emas. Yani qo'rqinch ahvol bo'lsa, masalan, G'azvatul Ahzabda jam qildi-ku, yani 4 namozni bir vaqtda o'qidi. Ahzab qo'rshab turgan vaqtida namoz shamdan keyin peshim asr sham o'qidi. U xavf holatida yomg'ir yog'magan chog'ida, yomg'ir yoqqan chog'da patqoqlab ketib, kishilar maskilib ketish jafoat qilib deb, buning bu odatda ruxsat qilgan ahvol bordi. Masalan, shamga bir kelib, shamni o'qib, azroq o'tmaylan, aqtanni o'qib bilan kichkina biroq o'qib bunda qaytishga ashib bordi. Bunda bir yomg'ir holatini deb qolmam, bu yomg'ir yoqqan normal ahvolda. Bu Sahih Müslim'deki rivayet. Yani bu şu hadisi rivayeti İbn Abbas radhiyallahu anhu'dan müşahhidten anlayan kişi, tabi'i, bu ne için şunda kıyam boğutte, inna salati kana lil mu'minina kitaban mawquta tusa, ne için bunda cemliyan boğutte ise İbn Abbas radhiyallahu anhuma key la yuhrija ummatahu, ümmetini haraj koyması için dedi. Yeni bir hadiste قال Abdullah ibn Shaqiq خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. Bir kuni İbn Abbas radhiyallohu anhu bizni xutba so'zladi, nutq so'zlar tabliq qilib, asrdan keyin boshlab ketgan. Lekin kunni ketib ketibdi, namoz vaqti kirib ketibdi. Yulduzlar ko'rinish boshlabdi. Va ja'alannasu yaquluna as-salata as-salat. Kishilardan namoz vaqti deb ketdi, namoz degan turib. Shamni qo'sa qildi, namoz vaqti qildi deganda. Yani as-salat degan sham namozni demoqchi. Qala faja'a rajulun min bani Tamim. Bani Tamim qabilasidan bir kishi kelib, la yaftar va la yantani. Usul ishtarib qaramay aldirash keldi demoqchi. Hapla kelib, as-salat namaz. İbn Abbas so'zladi. Bu kishlar bu tabi'a endi.
Kelib, "Oy, namaz qilgan, namoz o'qisa bo'lmaydi" debdi. Degan ekan Ibn Abbos radhiyallohu anhu debdi. "Atuallimuni as-sunnah?" Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatni o'rgatdi. "La ummalak." La ummalak demak degan bu. Bu yetimog'loq. Summa qala, undan keyin debdi. "Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jama'a bayna az-zuhri wal asri wal maghribi wal isha." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni unda jamlab o'qigani ekan. Ya'ni shu namozni qator tizgini peshin bilan asrni, sham bilan xuttanni jamlab o'qigani men ko'rgan debdi. Deganiki mushu hadisni, mushu aqalni ko'rgan Abdulloh ibn Shaqiq mushuni anglagandan keyin ko'nglimda sal bir shakulab qolib, bu qanday gapdi? Ibn Abbos bu sahabi Rasulullohdan qilgan deydi, lekin bu rasmido deb qilib, men Abu Hurayra'ning qashig'i bordim dedi. Abu Hurayra'ning qashig'i borib, so'rasam Ibn Abbosning so'zining rostligini tasdiqladi. Rasululloh dedi. Sahih Buxoriyda bu shu 4 namozni atab jamildi deb kelgan. Ya'ni peshin bilan asr, sham bilan xutba. Lekin bomdodni bosh namoz bilan jamil qilinmaydi. Adamı jamlash degan qarashga asosan bu bomdod o'zi yolg'iz, peshin bilan asr, sham bilan xutba. Xutba bilan bomdod nima? Jamlamaysiz demakchi. Ya'ni bu qoidasi shu. Bomdod o'zi yolg'iz, peshin bilan asr, sham bilan xutba. Lekin mesela asr bilan shamni xutba bilan bomdodni jamlash yo'q. Lekin xutdan keyin aql o'qish afzaldan keyin aql bana yapılmış qolmagan. Kendinden bana o'qisa bo'ladi. Ya ulamalar ruxsat qilmaydi. Endi Rasululloh undan sallu kama ra'aytumuni usalli. Qanday namoz o'qigan bo'lsa, shunday namoz o'qiladi. Rasululloh qanday jamilda? Jamlashma asli odatning sirt tavqlat bir ahvol. Yani istisna qilgan qiyinchilik ya kesal ya sababdan ruxsat qilgan bo'lsa, shu ruxsat qilgan ahvol qanday o'qidaysa, peshin bilan asr, sham bilan xutdan jam qil. Bomdod bilan peshinni emas, ya bomdod bilan xutdanni jam qil. Ya tanıtkan kadar. Yani xutdanni vaqti chiqishi bilan bomdodni vaqti kiradi. Ya aqalni o'lish qildi. O'lish kasmi? Ya aqalni o'lish kasmi jam qilish ruxsat. Belki bu aslida bu aslında ma'zur holatda bir qiyinchilik sababli qilgan ruxsat bo'lg'achqa kunning vaqti shunda azon bo'lg'achqa oldingi namozning vaqti qisqa bo'lg'achqa ikkisini juplashga ruxsat qilib lekin u bilan bomdodni joylashga ruxsat qilmoqchi bo'lsin. Bunlar fi safar zaman safarda yana matar yani bu yoqdan chiqdi ruxsat ko'pchilik ruxsat qilishi mumkin. Yani bimazid qilmasin. Yana masalan istihada holatga ayol bo'lib qolsa, shu ruxsat hadislar bor. Ikki namozga bir tarif yani g'usl qilishindayda, bir g'usl qilib, ikki namozni o'qiysiz. Agar ba'zilar shunday shakli jamlashda namozning oxirgi vaqtiga qisqa turib yunib bilan, o'qib bilan ma'no o'qiysiz degan bo'lsa, lekin unda jamlash bormi? Bundan ekan Hanafi mazhabda muqim kishi olsun, musafir olsun, ikki namozni jamlashga ruxsat qilmadi. Lekin shayxda ummatini harajga qo'ymaslik uchun ularni qilgan degan bo'lg'achqa davomli emas. Shunda bir ayzida bir kun ashunda bir jiddiylik qilib, doktorxonaga chaqirgan yoki ashunda bir oldirashlik anda bo'lib, namoz kechib qolgan ahvol bo'lsa, ikki namozni jamlab o'qish bo'ldi. Bular hozir ba'zi cho'ng shaharda kafirlarning yerlarida qora yerdagi namoz o'qiydi o'qiolmaydigan yoki qayta o'qilmaydigan bunday ahvollarda ikki namozni jamlab o'qisa, bir ahvolda mayli. Sayyidiz bo'lg'achqa. Masalan, yatakdamasdan bir bormoqchi, Bejinda ya boshqa yerda shunday. Talabiylar namoz o'qiydi, jemansız namoz o'qib bo'lmaydigan yoki maktabdagi o'quvchilar, idoradagi kadrlar bular peshinni tushgamoqchi bo'lgan chog'da, taqdan sirtmoqchi bo'lgan chog'da peshinning vaqti kirgan bo'lsa, peshin bilan asrni bir aqlam o'qilib chiqdi. Va kechdan namozdan kirsa bo'ldi. Namozni vaqtida o'qimadan kechki qarash bo'lib qolsa, namozni
Ufta o'qigan, qachon o'qisa, shu tong atgan qadar qachon o'qisa, namozini kechiktirib, yoki uftan taqishtirgan bo'lsa, namozini vaqtida, shunda ikisining birini birisining vaqtida tartib turib, yoki taqdim va ta'xir qilib o'quvchi bo'ldi. Yani kişi bilasini ya ko'z kishini vaqtida yoki masasini vaqtida. Yaşkın vaqtida. Davomli bundaqmi? Shunda nimaga duch kelgan vaqtlarda Safar qilib yo'l tushdim. Shu sharoit bo'lgan bizga. Javob ashta o'qisa bo'ladimi? Sinib qolgan bo'lmasa, vaqtida o'qiydi. Agar masalan musafir bo'lsin, yoki birisini o'tishgan bo'lsa, tartiblar bo'lsin, boshqasidan sinib qolgan bo'lsa, jumla o'qish ruxsat bo'ladi. Bu bir kamchilik ham. Mesela buradan sefere çıkıp yolda şam vakti oluyor. Anlayın bir vakti bu kişi mümkün öngörü olacak. Ondan sonra şöyle şu şam kayıtlar şamdan çıkıp hazır olacak diye Ha bo'ldi. Shunda o'zi kasr bo'lib kerak. Ya safar dedimiz. Safar doğanken kasır. İslam ümmeti aslında qilinib qolmasin deb bir kamchilik bergan bo'lg'achqa, baribir shunda ishga duch kelib qolgan ahvolda shu ruxsatdan foydalanish uchun ishlatildi. Vatanda hukumatlar xizmat qilgan kishilar shuna namoz o'qishlar yo'q, davomli shunda o'qiyversa. Ya endi davomli shunda qiyin ahvol bo'lsa, unda o'qisin. Mesela mektepte ders uğraştırıp kalan kişiyi uğraştırıp koysa asasen aşağı kalacak vakit kısa olan için bak bu kişiler bir masum başta doğmuş başı mümkün. İşte belgeli. O vakti yanlış Endi o'qiydi. Shunda davomlashgan muddatcha endi o'qiydi, lekin masalan yakshanba dam olish kunlari, undan boshqa ta'til kunlarda, uyga qaytgan chog'i ta'tilda normal o'qiydi. Yo'q bunda ruxsat bordi deb davomli shunda o'qigan qilolmay, shunda ishga duch keladigan kunlarda. Ham yerda fi hadarin va safar dedi. Unda hadarda Resulullah'dan seyyidista shuni jamlab o'qishga kelgandan ashunda bir qiyin ahvol, ashunda bir jiddiylik bo'lib qolsa, jamlashga ruxsat dedi. U safarda cho'dsa, safardami Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar kun qayrilishdan burun, pesh vaqt kirishdan burun safarga qo'zg'alib ketgan bo'lsa, yo'lni yurib asr vaqtga kelgan chog'da undagi asr bilan birga o'qiydi. Tug'in to'xtab tushib, uni bog'lab, cho'ktirib, bu nima qilishqimi, keyin qo'zg'alib mashina bir soat, yarim soat ketishi mumkin. Davomlikan safarda unda qildi. Masalan, hadisda kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idartahala qabla an tazigha ash-shamsu akhara adh-dhuhra ila waqt al-'asr, thumma nazala fa jama'a baynahuma fa idha zaghat qabla an yartahil. Qo'zg'alishdan burun peshin namozi kirib bo'lgan bo'lsa, peshin bilan asrni peshin vaqti o'qitiblar, undan keyin minib ketdi. Muttafaqun alayh. Demak, bu safardagi ahvolimda. Degan mazhabda safarda ruxsat qilmadi. Yani hadisda hozir olmadi. Nima uchun olmaydi? Bu bir hadisda bunda kelib qolgan. Oyat qaraylar, oyatda inna solata kanat alayhi kitaban mawquta. Adam oyatida zikr kelib qoldim bu. Oyatda zikr kelib qolgan ahvolda qaysi oldin o'rin tutdi? Oyat namoz xizmat qilishni tarjih qilish. Jamlash emas, tarjih qilish. Jamladi degan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning rivoyatini biz nimda tushunmaymiz desa, shakli jamlagan, ko'rinish jamlagandek bo'ldi. Har ikki o'z vaqtida bo'lgan deb shuni tushunamiz dedi. Va tafsiruhu annahu yu'akhiru adh-dhuhra ila akhir waqtiha wa yuqaddimu al-'asra fi awwal waqtiha. Biz bayatning geçin. Qala illa bi Arafa. Unda Hanafi mazhab hech qachon ikki namoz jamlashga ruxsat qilmay, faqatlan Arafat bilan Muzdalifa ikki joydan ruxsat qildi. إلا بعرفة بين الظهر والعصر وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء. Çünkü seyyinde kilişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cema'a fi haccetul veda'i el-Maghrib'e vel-İşa bil-Muzdalife deb kelgan. Demek aslında cemaatga ahvol bo'lg'achqa, yani bir vaziyatda shuni istisno qilib ruxsat qildi. Lekin boshqa safar holatida yoki hadar holatida ruxsat qilmadi. Yani yuqorqi masalada nafl o'qilmaydi degan masalada Shafiy mazhabida biror bir sababi bor namoz bo'lsa o'qisa bo'ladi dedi. Cheklangan vaqtlarda biror bir sababga chetishlik namoz bo'lsa o'qisa bo'ladi dedi. Bu sababga chetish namoz degan qaysi?
tahiyyatul masjid. Ve sebep setilmağına mesela tercih okuğunda kirket namazı koy. Tablam okuş. Sebep setilmağına mesela tahiyyatul masjid buluşu mümkün. Rekatay tavaf buluşu mümkün. Yani tayardağın çağında bir tayardağındakiler kirket okuş var o. Onda faziletli. Bunun bir sebep kişi olan kim? O buluşu mümkün. Bazı istihar namazını deyiş mümkün. Bazı yağmur tilayışını deyiş mümkün. Kusufunu deyiş mümkün. Aşında namazlar. Yani onun başka aşında kaza olarak etken namaz, yakin nezri kıygan namaz. Mesela ben sakka etip gelsem, 6 rekat namazı kıymadır. Nezri kıygan olsa, muşimam da aslında çekilen vakitte okusu bulduğun namazdır. Gel sen gel bana. Namazlarından gün kalıp şükürler namazı koyurken Allah'a Resulullah'a Namazlarından ki şükürken sünnet namaz var. Bunun başka demek mi? Ya bunun başka daha okulda namaz yok. Resulullah hakkında ya ki aşılar kılıç isim bulan atağının namazı yani namazımız kurup yapılar. Yok okumayın. Aslında namaz şükürken namaz yok şu var. Onu da kim? Onda falan namazı tutan namaz demey. Şam'daki hutbenine kadar namaz okuş çekilenge ahval yok mu? Lakin nafla mutlak nafla okusu buldum. Subhaneke Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk.